Assalomu alaykum. Benzinda o'zida zerikanlar uchun gibrid mashinamiz. Bu mashinamizning nomi Fengon S508 Ever. Only black piano qilingan mashina. Buni hali oldi ham bilmayapsiz, mana 3 ta nuqtasi bo'ladi. Bilganlar biladi buni. Bu mashinamiz tokda o'zida 100 km yuradi. Benzin aralash 1200 km. O'zining shtatli diskalari kichkina bo'ladi. Bunga 20 diska qo'yilgan. Mashina balonda holatlari yaxshi, neta bir 70-80% bitta sezon chiqib ketiladi. Diska mashinaga zo'r yarashgan. Kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Mashinani rosa ochgan diskani o'zi. Xo'sh, salonlari holati zo'r. 23-53 ming probegda. Panorama tomlari bor. Abduf Abagrev. Polniy elektronika. Passajir tomonidan polniy elektronika. Mashinani holati zo'r. O'ta yumshoq mashina ekan. Maza qilib minadigan. Tayyorlovga 10 oy ruxsatlari bor. Orqa o'rindiqlari, mana orqasi ham keng. 7 o'rindiqli oilaviy yuradigan. Evakor polilari bor. Orqa ko'rinishlari ham mana polniy black piano qilingan mashinani. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu krilani ozgina shu yerda petnosi bor. Bu ham mana shuga tegib ketgani uchun ozgina petno qilib turib, perexod lak qilib qo'yilgan. Qolgan joylari top-toza. Qirilgan, chizilgan petno, riktovka joylari yo'q. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 20.850 dollar.